Do'stlar, yaxshimisizlar? Men Shamsiya Abaydulla. Men Tash Ummat Batur. Tuzaxun. Yaxshi do'stlar, qamerdan tursin sizlarga muhabbatli salom. 10-ayning 15-kuni Sherdun Oliy mehmonsarayida o'tkaziladigan Laborat markazidagi yangi mahsulotlarni e'lon qilish marosimida aktiv energiyalik to'rt cho'lpinimiz Mutallibjon inim atkagan yangi mahsulotlarni ko'rishga intizormiz. Hammanglar 10-ayning 15-kuni Sherdun Oliy mehmonsarayida ko'rishaylik. Eng cho'ng boshqa turadigan masala vakolatchi bekchiq. Biz vakolatchi bo'laylik deb kelgan odamning jiqliqidan bu ikkisi eng cho'ng boshqa yetinchilikni mushi deydi meningcha shundaqmi? Tanlash masalasi. Tanlashda nimaga bekrak ahamiyat berdinglar fikam? Mening eng so'ramoqchi o'g'lim shu. Birinchidan biz tanlashda mening urug' tuqqan do'st birodarlarimni o'ylash bilan. Chunki maslahatni hamda biz shu vakolatchi orqali setib chiqaramiz. Tuqqanlarim, do'stlarim, shu vakolatchi bo'lgandan alohida imtiyozga ega bo'lib kelib qoldi ekan. Shu sabablik bizning qoidamizni o'zgartirishga majbur bo'lib qoldik ekanmiz. Qoidani o'zgartmagan asosda vakolatchilarniki men hammasini 1194 odam aloqa qilishibdi, hammasini bir xil ko'rishib chiqdim. Buningki maqsad ko'ptirmachilikniki oldini olish. Men birdan-bir tutmoqchi bo'lgan vakolatchilarga kutmoqchi bo'lgan umidim shu. Men bu do'yin filmlarimni yo'llab maqaman, ash filmlarimning orasida mening agash kuchlarim bekchiq. Mening vakolatchilarimning orasida ko'ptirmachilik qilib setish bo'lib qolsa vaqtida menga inkos qilsanglar, kichik pillik bilan qabul qilib samimiylik bilan o'zgartiraman. Ammo mana bu bevas ko'z shu, ha. Bar rolini danglar vakolatchilarimdan kutadigan umidim. Herkes onu anda qilib o'tdim, buni anda qilib o'tdim degan gapni qilmanglar. Mishadislardan bir umidim. Ma bevas ko'z qilyotdi, mish tordashlar mish anglab turyotdi. Mushu sizlardan kutadigan eng chong umidim. Rahmat amallar. Endi Mutallibcha endi mana Harry Potter bilan qanday tanishib, qanday hamkorlashib, o'shanaqa qiziqyotdi tomoshabinlarimiz. Qanday bir kelib qolgan. Obulqasim, meningki uzun yillik shu turmushga bak yaqin do'stim. O'zi tijorat ishlari bilan Shinjanda zavod vatdi. Shu Pingban, iPad degandek championlar qurashtirgan. Shu Shinjandek taraqqiy qilgan shaharga chiqib, shu yerda yerlikdan 30 dan 40 odamni ishga o'rlashtirib, ammo bizniki diyorimizdan chiqar, rayonimizdan chiqar ish xizmat ko'riblarmi? Shunda qo'llab, shu Shinjandek zavod qurib shaharga yerliklarni ishga o'rlashtirgan deb ilg'or yoshlarniki birsi. Ishkalanmish to'g'riliq chiq maslahatlashib, Obulqasim tijoratga usta yaman. Men kasb, ishkalan xizmatimizni arib, men faqat shu kasbim bilan tadqiqot bilan shug'ullanib, maslahatni yaxshi qilib ishlashga mas'ul. Obulqasim bo'lsa, mushu bozorni ichib, korxona boshqarishga mas'ul. Shundaq bir Demak, mau ishlab chiqarish, tadqiq qilish bilan setish ayirib etildi. Unda bo'lganda siz xotirjam tadqiqot bilan shug'ullanib, yaxshi mahsulotni xotirjam ishlab chiqarsiz, setishning g'imini qilmaysiz. Obulqasimjon mahsulotning sifat boshqa narsaning g'imini qilmaydi, setish bilan shug'ullandi, boshqa g'am yo'q. Sachil qilali deymiz, lekin to'rdashlarning oldida yana azroq sho'xlik qirg'iz kelib qolgan odamdan-chi, ishkinglar mushariyan urushib qolib baqdinglarmi? Yo'q, urushib baqqan vaqtimiz yo'q. Bunday ki urushib qolamdi, uni uqmayman. Hozircha urushib baqmoq, chunki ishkaylan bo'libmi, Obulqasim menga hurmat qildi, kasbiga hurmati bor. Mening kasbimga hurmatim bor. Shu men deganga ma'qul deb turdi. Men jiqraq bo'zaq qilib turmayman shu. Sening mushu tajribaxonada aloqalarni tajriba qilib, menda qandaqligini bilib qig'il olgan bo'lsa deb orzuyim bordi. Nimaga uskuniga selab, buni vijdoni manchilik kamga deydi. Pulg'amroq tarkibi sal yuqori chiqqan deb manalar aralashmasam bo'ldi degan. Boldir bilgil olgan bo'lsa, bularkin balkim bo'lib qolishi mumkin. Hozircha uni tajriba qila olmaydi ekan. Bas. Endi nayt bayan sizlarga bergan javoblardan nayt qanot hosil qildik. Endi bundan keyin shu laboratoriya shirkatining taraqqiyot plani to'g'risida azroq so'zlab bersanglar. Bizning taraqqiyot planimiz shu sog'lomlik yo'lida mangmoqchi. Maslahatlar hamda bizdan oldirab chiqmasligi mumkin. Hozirmi hamda amaliyotga ayon zavodlarda maslahat ishlayapmiz. Bir telefon orqali 15 kun ichida bir yuzdek maslahatni tayyor qilib ishlab chiqarib bo'ladi. Lekin men tarkiblarni o'zim tuzab, qayta o'zgartirib, tajribalanishganlikdan bir mezgil vaqt ketadi mening maslahatim. Lekin bizning planimizda shu mayli cho'nglar, ayollar, erlar, kichiklar, bolalar degandek har turdagi masalalar qarta
mahsulotlarni bundan keyin olib butun sog'lomlik sohasida mangmoqchi taraqqiy qilib. Mushu plan. Rahmat. Demek bu işkinimnin qilmoqchi bo'lgani hozir haqiqatan hammalarning sog'lomligiga bo'lgan ehtiyojimiz yuqori bo'lgandan boshqa sog'lomlik bo'lgan ko'z qarashimiz, tunishimiz yuqoriladi-chu. Ahamiyat beradigan bo'ldik bu masalalarga, bu bilimlarga. Demek mushundaq sog'lomlik qizg'inlikda bo'layotgan kunlarda mush qizg'inlikqa yarashalı chiqargan mahsulot emas bu. Nima moda bo'lsa shuni chiqargan mahsulot emas. Balki mushu kasbning ahli bo'layotgan Mutallibjon inim va mushni ko'pchilik yetkazish uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan Ubul Qosimjon inimning uzoq mezgil davomlashtiradigan, sog'lomligi uchun uzun muddat sijil taraqqiy qilib mangadigan bir ishi, bir kasbi qilmoqchi. Shundaq-ku, shunda bo'lganlik uchun darhol molni jiq türünü jiq qilib, bahosini qimmat qilib, uni darhol setib olish burnining uchini ko'rish emas, balki uzun mezgilgacha baho va qimmat emas, el yaxshi ko'radigan, qayta setib olaydigan, davomli o'zga hamroh qila oladigan mushundaq bir holatni shakllantirmoqchi. Shundaq-ku, bu inlarimdan agar suyungan bo'lsanglar, naq maydondagi do'stlarla emas, ekran oldidagi bevos tartishdan ko'rayotgan do'stlar, hammanglar yuraklarni berib, olqishlarni berib, bir ilhom madad berib yetaylik ko'pchilik. Sizlardan bek suyunduqchimu, rost shundoq faxrlanib ketyapman. Unda bo'lsa qanda mahsulotlarda bayam azroq tushundirish berdik shundaq-ku. Endi mahsulotning o'zini bir ko'rib boqsa bo'ladi ko'pchilikning shundaqmi? Unda biz model qizlarimizni sahnimizga taklif qilsak, mahsulotlarni mishal mengib tushirib hammalang bir aniq ko'rsatib qo'ysa bo'libmi? Bizning ekran oldidagi to'rdoshlarimiz bir ko'rib boqsin. Mutallibjon inim bilan Ubul Qosimjon inim bizga zodi laborat markasidagi qandaq mahsulotlarni olib keldi. Baya tushundik, endi ko'rimiz. Qani qizlarimiz sahnimizga marhamat. Tövendeki basqışını tamamlaştığım bir yumur keltirib o'tamsa. Mushu jidal besiqan ekan deyman yumur. Va jig'ining ustiga yumur deyishdan hep so'z bo'lib qolama. Mahmudxon beshini mundaq qildi. Yumur essin dedi. Bo'pti, men bir yumur deb berayap, tomoshabinlarning kayfiyati uchun. Men muzikani sal pasaytib qo'yamiz ham. Usullik yumur davomida yana men. Yomon sodda bir oq ko'ngil bir akam bor mening. Bir kuni 5 sanglab ketibdi, yomon g'am bilan o'tirdi-da. Ya nima bo'ldi desam, ilqi to'rdagi aldamchilar bor-ku, uchirayotib. O'shda bir to'rdagi aldamchiga 2000 so'm qo'yli ketibdi bu. O'shda 2000 so'm qo'yli ketdim dedi. Saqchiga borsam mamda desam, saqam saqchiga borgan, avval qo'yilgan so'mman 3000 so'mga yetmasa, enzi turg'izmaydi ekan. Ashta keldi qonunda. Shunday yenib keldim dedi. Bir amal bo'lgan deb ketib, bir hafta o'tgan qarsam xo'shol kelyotdi. Ya qanday desam, yilqishni tuttirib oldim deydi-da bu. Qanday tuttirib olding desam, meni qo'yib ketgan qo'ymichiga yana 1000 so'm yetib berdim dedi qara. 3000 so'mni to'sh. 1000 so'm bilan tuttirib oldi. Mehir eski tarifin küylep dastan eyledi. Mehir eski tarifin küylep dastan eyledi. Köylerimnin çeşmesi, yürek tarım sen özün. Külüp çıksan yüzümde